Hürmetli vatandaş. Leksiyalarımız davamlaştırıyoruz. Bugünkü ıslaq 2023 yıl 2. ayının 15. günü yaptığı çarşamba vatandaş. Endeki mavzumunda. Biz bu mavzu 2020 yılı 3. aylarda Cüngödü juqumluq virus partlığandın tatıp hazırgıça Amerika Qo'shma Shtatlarida Amerika professorlari, doktor tibbiy sohasidagi olimlar va yana boshqa siyosat sohasidagi arboblar bo'libmi, sobiq prezident Trump davrida bu virus portlashni oxiri kelib, Jungo virus, ya'ni Xitoy virusi deb atagan edi. Tekshirish to'xtamadi. Yani tekshirish to'xtamaganda, andan hozir yaqin yana tunugillatin deganda qo'yib qoldi so'zim. Shuni tayyorlamoqdimmi, kechiringlar. Ted Cruz, Dünya Sayya Teşkilatı'nın başlığı Ted Cruz. Onu Xitoylar Tan Shuji deb atab oladi. Shu Tan Shuji'nin sekreterinin aytishicha, biz buni adaq tekshiramiz. Demak, umi o'zgardi degan gap hozir hisobda. Bu ishlarni ko'rgandan keyin Jungo'dan o'zgardi u odamning yonda keyniga. Haqiqat qaytdi deyli. Biroq hozir bugun endi Amerika Qo'shma Shtatlarida yaqinda mushtavarda guvohlik berish yig'ini o'tkazildi deb sizlarga so'zildi. Hatto bu qonun imzo qo'yish uchun Oq saroyga yo'llandi prezident Joe Bidenga deydi vatandosh. Endi bugun senator Marco Rubio ayrim oldi bu to'g'rida to'xtalib bayonot e'lon qildi ham buning paketlarini, uchurlarini yaqinda e'lon qiladiganligini o'tirib qo'yibdi vatandosh. Nima deydi qarang, ha? Senator Marco Rubio yaqinda doklad e'lon qilib, virus COVID-19ning tarqalish manbiga oid hujjatlarni fosh qiladiganligini e'lon qildi. Endi buni ala shahrini deymiz juma. Nima ish qilsa bu Jungo'ga hozir bütün zarbalarning ichidagi eng dahshatli zarba juqumliq virus masalasi. Chunki nima dedik? 50 trilyon dollar dunyo xalqi ziyon tortdi dedik. Necha 100 milyon odam o'ldi dedik. Necha milyon odam mushu kasal bilan og'rib o'ldi dedik vatandosh. Nima buni butun dunyo qaysi nuqtadan bo'lsa, adolat nuqtasidan bo'lsin yo kasal bemor nuqtasidan bo'lsin diqqat qiladigan, lekin Jungo agar buning manbai Wuhan bo'lib qolsa, Jungoga ajallik zarba yetib keladigan tema yoki mavzu. Senator Marco Rubio yaqin doklad e'lon qilib, virus e'lon qiladigan, fosh qiladiganligini e'lon qildi mavzuli xabar. 3. ayning 15. gün Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qildi. Xabar bunday boshlanadi. Washington. Amerika Davlat Majlisi Cumhuriyetçiler mensubu senator Marco Rubio haftaning 2. günü, yani 3. ayning 14. günü bunday ko'rsatdi. Juqumliq virusning tarqalish manbai to'g'risidagi yangi uchurni yaqinda e'lon qilaman. Senator Marco Rubio'ning yangi uchur organaliga asoslanganda yaqinda e'lon qilingan bu doklad tog'dak dövelengen bevosita paketlarni oshkoralab, juqumliq virusning Wuhan tajribaxonasidan chiqib ketganligini qayd qiladi. Chiqib ketish mumkinligini qayd qiladi. Bu dokladni kishilar bilmaydigan, hatto Amerika hukumati sal qarag'an paketlar bayqaldi. Deb ko'rsatdi senator Marco Rubio bayonotida. Senator Marco Rubio yana bunday ko'rsatdi. Mening ishxonam 1,5 yil vaqt sarf qilib, juqumliq virusning manbaini tekshirdi. Bu doklad bizning natijamiz bo'lib hisoblanadi. Senator Marco Rubio'ning ishxonasi bu dokladni qachon e'lon qiladiganligini konkret vaqtni e'lon qilmadi. Lekin biz tez arada buni e'lon qilamiz deb ko'rsatdi. Juqumliq virus Wuhan manba tajribaxona Jungo'da tarqaldi, bütün dunyoga tarqaldi. Jarayon mana shunday jarayon.